Na ovoz bor, na nur. Faqat bir og'ir sukut. Yer osti tirik, nafas olmoqda. Men hali harakat qilishni bilmasdim. Tanam yo'qdek edi, lekin bir narsa bor edi. His, issiqlik, torlik va kutilmagan uyg'oqlik. Avval hamma narsa jim bo'lgan, keyin esa yorilish. Bir daqiqada dunyo o'zgardi. Qorong'ulik yorildi, ichimga yorug'lik emas, hayot oqib kirdi. Atrofda minglab jonlar, menga o'xshagan, kichik, kuchsiz, lekin harakat qilayotgan. Ular bir-biriga teginar, yo'l topar, bir narsani tushungandek edi. Men esa tushunmasdim. Birinchi his qilgan narsam ochlik emas, qo'rquv emas, balki savol edi. Nega men borman? Ustimdagi dunyo og'ir edi. Yer ostidagi torlik men uchun avval xavfli, endi esa xotiraga aylana boshladi. Yonimdan o'tib ketgan tirik jon menga e'tibor bermadi, qarab ham qo'ymadi. Shunda men birinchi haqiqatni angladim. Bu yerda hech kim sening kimligingni kutib turmaydi, borligingni sezmaydi. Sen faqat harakat boshlaganingda mavjud bo'lasan. Men birinchi marta oyoqlarimni sezdim. So'ng juda sekin, o'ta sekin yura boshladim. Yo'l qayerdaligini bilmasam ham ichimda bir narsa aniq edi. Men shu yerda qolmayman.